Recording in progress. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli hamkasblar. Bugun mashtaqasiga ko'ziga e'tiborga olinmagan tadbirda o'tkazilgan bizlar sal kechroq boshlaymiz. Ilmiy kengashimizdan ilmiy kengashimizdan talab bo'yicha faoliyat komissiyasi bo'yicha tarkibimizda ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat deb tasdiqlangan. Lekin bugungi ma'lum bir masalalarni e'tiborga olib ko'pchiligi hozir bizlarda Zoom orqali aloqaga chiqishyapti. Demak, 13 kishidan iborat ilmiy kengash tarkibi bugungi majlisimizda 11 kishi ishtirok etyapti. O'ylashimcha, majlisning boshqa masalasi yetarli. Hurmatli kengash a'zolari, majlisni ochish haqida qanday takliflar bor? Ochilsin-da. Demak, kengash ochishga taklif kiritildi. Ochilsin degan taklif kelib tushdi. Kim ushbu taklifga rozi bo'lgan bo'lsa, marhamat ovoz berib so'rayman. Qarshilar yo'q, taraflar yo'q, hamma rozi. Bir ovozdan qabul qilindi. Demak, bugungi hurmatli kengash a'zolari, bugungi yig'ilishimiz kun tartibida Ibodobod Daftar Rashidovichning boshlang'ich sinf o'quvchilarini qayta qomatini to'g'rilashda ipoterapiya sog'lig'ini o'zlashtiruvchi mashg'ulotlardan foydalanish usuliyati mavzusidagi jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari, sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi asosligidan pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajani olish uchun tartib etilgan dissertatsiya himoyasi o'z o'rnini topgan. Hurmatli kengash a'zolari, kun tartibi bo'yicha ilmiy kengash a'zolari qanday takliflar bor? Marhamat, fikringizni bildirsanglar. E'tirozlar bormi? Yo'q. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, marhamat ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Ruxsatinglar bo'yicha kun tartibi masalan ko'rishga o'tamiz. Demak, dissertatsiya jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti bajarilgan. Ilmiy rahbar, pedagogik fanlar doktori, professor Mirjamol Mehriddin Habidinovich, rasmiy apparatda biologiya fanlari doktori, professor Alloh Shuhratullo Inoyatovich. Ikkinchi apparatimizda ham pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori, professor Yusuf Yuratovich. Yetakchi tashkilot bu Namangan davlat universiteti ko'rsatilgan. Hurmatli kengash a'zolari, ruxsatinglar bilan talabgor topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni bilan tanishish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy kotibi, pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori Begam Zuriyat Yahyovich bersak, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi Ibodullayev Doston Rashidovichga taklifnoma. Ibodullayev Doston Rashidovich 1995-yil 2-fevral kuni Xorazm viloyati Shovot tumanining Ziyolilar oilasida tavallud topgan. Millati o'zbek, ma'lumot olgan. 2016-2020-yillarda Urganch davlat universiteti jismoniy madaniyat fakulteti jismoniy madaniyat yo'nalishi bakalavriat bosqichini tamomlagan. Bu 2021-yilda O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport universiteti magistratura bo'limida tahsil olgan. 2021-2022-yillarda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti huzuridagi jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti laboratoriyasi laboranti lavozimida faoliyat yuritgan. 2022-2023 yillarda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti murakkab texnik sport turlari nazariyasi va usuliyat kafedrasi assistent o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2023-2024 yillarda
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, ijtimoiy fanlar fakulteti, jismoniy madaniyat yo'nalishi o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2024-yilda Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqotlar instituti xalqaro aloqalarni rivojlantirish bo'limi mutaxassisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2025-yilda Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqotlar instituti olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil etish va prognozlashtirish laboratoriyasi kichik ilmiy xodimi lavozimida o'z faoliyatini olib bormoqda. Irodullayev Doston Rashidovich ilmiy va ilmiy pedagogik faoliyati davomida ilmiy faol, tashabbuskor, tashkilotchi, izlanuvchan, dunyoqarashi keng, bilimli va intellektual salohiyatga ega mutaxassis sifatida o'zini ko'rsatib kelmoqda. Mehnatsevar, oilaparvar, halol, har ishda tashabbuskor, to'g'ri so'z, hamkasblari orasida hurmat va sazovariga ega, oilali, bir nafar farzandning otasi. Talablar tomonidan Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan belgilangan me'yoriy hujjatlar rasmiylashtirilgan, ilmiy kengash huzuridagi ilmiy seminardan o'tgan. Oliy attestatsiya komissiyasi talab bo'yicha hamma hujjatlar yetarli. Yetarli. Qanday javob beradi? Javob beradi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertatsiya shaxsiy hujjatlar bo'yicha ilmiy kotibga qanaqa savollar bor? Marhamat, savollar bo'lsa. Shuni rahmat. Mustaqillar bilan dissertatsiyaning asosiy mazmuni bilan tanishish uchun so'z talablarga beriladi. Hurmatli talabalar, demak, bugun daqiqasiga rivoyat beramiz. Iloji boricha qisqacha asosiy masalaga e'tibor berish shu vaqt ichida shu vaqtni to'g'ri foydalanishingizga so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Men Irodullayev Doston Rashidovich, boshlang'ich sinf o'quvchilarining qadr qomatini to'g'rilashda ipoterapiya sog'lomlashtirish mashg'ulotlari yordamida sog'lomlashtirish mashg'ulotlaridan foydalanish studiyati mavzusidagi pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya taqdimoti bilan tanishtirishga ruxsat berishingizni so'rayman. Ilmiy rahbarim pedagogik fanlari doktori professor Mirjamolov Mehriddin Xayriddinovich. Tadqiqotimizning dissertatsiyamizning dolzarbligi va zaruriyati dunyo hamjamiyatida jismoniy tarbiya sport sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar zamirida ilmiy izlanishlar bog'larining o'rni tobora oshib bormoqda. Xususan, dunyoning ko'plab mamlakatlarida qattiq qomati buzilishi va uni oldini olishga qarab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Qattiq qomati buzilishi nafaqat insonning tashqi ko'rinishiga ta'sir qiladi, balki ichki organlarning joylashuvi bilan bog'liq tanadagi salbiy o'zgarishlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotimiz yordam beruvchi quyidagi normativ hujjatlar bizning ishimiz uchun asos bo'lib xizmat qila oladi. Muammoni o'rganilganlik darajasi, jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish muammolari bo'yicha respublikamizning bir qator olimlari Xolmuhammedov, Safarov, Usmonxo'jayev, Atamurod, Sobirov va Yusupovlar tomonidan jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish muammolari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi olimlaridan jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish muammolari bo'yicha Dukalskiy, Sulimova, Seriginalar tadqiqot ishlari olib borishgan. Ipoterapiya mashg'ulotlari bo'yicha Gremova, Okolov, Sokolov va Vasilevalar ilmiy tadqiqotlar ishlari alohida e'tiborga sazovor. Bundan tashqari xorijiy olimlardan Gohan, Suryanko, Bronson, Koja, Merigonovar ular ipoterapiya bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan. Tadqiqotimizning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining qattiq qomatini to'g'rilashga qaratilgan ipoterapiya sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlari uchun reabilitatsiya mashg'ulotlar majmuasini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotimizning maqsadidan kelib chiqqan holatda biz oldimizga quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Psixologik bo'lgan bolalarni umurtqa pog'onasi qiyshayish gradiasidan kelib chiqib ipoterapiya mashg'ulotlari orqali ularning muvaffaq funksional holatini korreksiyalashga qaratilgan innovatsion mashg'ulot dasturini ishlab chiqish. Ikkinchi vazifamiz psixologik bo'lgan bolalarni qadr qomatini to'g'rilashda umurtqa pog'onasi qiyshayish darajasidan kelib chiqqan holatda otning harakati vaqtida va ot ustida bajarilgan harakatli o'yinlarni o'zida jamlagan reabilitatsion tizimni ishlab chiqish. Uchinchi vazifamiz psixologik bo'lgan bolalarning umurtqa pog'onasini to'g'rilashga qaratilgan mutaxassis nazoratida amalga oshiriladigan ustida bajarilgan mashg'ulot texnologiyasini ishlab chiqish. To'rtinchi vazifamiz psixologik bo'lgan bolalarning qadr qomatini to'g'rilashga yo'naltirilgan
ipoterapiya mashg'ulotlarini individual yondashuv asosida mashqlarni amaliy va nazariy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini o'zida jamlagan mobil ilova ishlab chiqish. Tadqiqotimizning obyekti sifatida Toshkent viloyati Chirchiq shahar 19-sonli o'rta ta'lim maktabidagi istiqomat bo'lgan bolalarni Aliroq sport klubida o'tkazilgan sog'lomlashtiruvchi mashg'ulot jarayonlari olingan. Tadqiqotimizning predmet sifatida istiqomat bo'lgan bolalarni ipoterapiya sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlari yordamida ularni jismoniy rivojlantirish uslubiyati vosita va uslublar tashkil etadi. Tadqiqotimizning usullari tadqiqotda ilmiy uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, anketa so'rovnoma, pedagogik testlash, pedagogik tajriba hamda tadqiqot natijalarini matematik statistik tahlillar usullaridan foydalanildi. Tadqiqotimizning ilmiy yangiliklaridan iborat. Ya'ni istiqomat bo'lgan birinchi ilmiy yangiligimiz istiqomat bo'lgan bolalarni umurtqa fonasi qiyshash darajasidan kelib chiqib, ipoterapiya mashg'ulotlari orqali funksional holatini korreksiyalashga qaratilgan innovatsion mashg'ulot dasturini ishlab chiqish hisobiga ularning umumiy jismoniy faoliyati yaxshilangan. Ikkinchi ilmiy yangiligimiz istiqomat bo'lgan bolalarni qaddi qomatini to'g'rilashda umurtqa pog'onasi qiyshash darajasidan kelib chiqqan holda otning harakatsiz va harakat vaqtida bajariladigan mashqlar, ot ustida bajariladigan harakat moyilalarini o'zida jamlagan reaksion tizim ishlab chiqish hisobiga ularni majmuiy rivojlantirish imkoniyati oshirilgan. Uchinchi ilmiy yangiligimiz istiqomat bo'lgan bolalarni umurtqa pog'onasini to'g'rilashga qaratilgan mutaxassis nazorati amalga oshiriladigan ot ustida bajariladigan mashqlar texnologiyasini ishlab chiqish hisobiga umurtqa pog'onasidagi qiyshash darajasi yaxshilash imkoniyati oshirilgan. To'rtinchi ilmiy yangiligimiz istiqomat bo'lgan bolalarning qaddi qomatini to'g'rilashga yo'naltirilgan ipoterapiya mashg'ulotlarini individual yondashuv asosida amaliy va nazariy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasining o'z ichiga olgan innovatsion mobil ilova ishlab chiqish hisobiga istiqomat darajasini kamaytirish imkoniyatlari kengaytirilgan. Istiqomat bo'lgan bolalar uchun ipoterapiya mashg'uloti orqali sog'lomlashtirishga qaratilgan 2 oylik mezotsikl dasturimiz, ya'ni bu mezotsikl dasturimiz o'z ichiga oladi mashg'ulotlar vositasi, haftalar, uslubiy ko'rsatmalar va hajm. Dasturimizdan foydalanishdan oldin dastlab ot bilan psixologik tayyorgarlik, nafas olish va cho'zilish mashqlari bajariladi. Asosiy e'tibor ot ustida to'g'ri o'tirish, gavdani tik ushlash va muvozanatni saqlashdan iborat. Ipoterapiya texnologiyalaridan foydalanish orqali istiqomat bo'lgan bolalarni jismoniy holatini sog'lomlashtirishga qaratilgan mashqlar texnologiyasi. Bu mashqlar texnologiyamizda mashqlarni bajarish mazmuni, me'yori hamda uslubiy ko'rsatma, hajm va mashg'ulot o'tkazish texnologiyasi. Ot ustida qorinlayotgan holatda oyoqni ko'tarib tushirish mashqi. Bu uslubiy ko'rsatmada ushbu mashqni bajarish vaqtida tizzlarni bukmasdan to'g'rilikcha bajarish talab etiladi. Keyingi slaydimizda mobil ilovamiz, ya'ni bu ipoterapiya mashg'uloti orqali sog'lomlashtirishga mo'ljallangan mobil ilovamiz. Ya'ni bu mobil ilovamiz o'z ichiga oladi nazariy ma'lumotlar, ipoterapiya mashg'ulotlarini o'zida jamlagan mashqlar majmuasi keltirilgan mobil ilovamiz ichida. Tajriba guruhining pedagogik tajriba boshi va oxirida istiqomat darajasini o'zgarishini qiyosiy statistik tahlili, ya'ni sinov turlarida bunda nazorat ko'rsatkichlari bizda skalometr orqali aniqlangan o'lchov birligi gradusda bajarilgan. Tajriba boshida 814 gradus bo'lgan bo'lsa, tajriba oxirida 726 gradusga o'zgarib tushgan bu, ya'ni bu ishonchlilik darajasi 0.05. Nazorat guruhimizning pedagogik tajriba boshi va oxirida istiqomat darajasining o'zgarishining qiyosiy statistik tahlili, ya'ni 25 nafar respondent qatnashgan, o'quvchilar qatnashgan. Bunda ham nazorat ko'rsatkichlarimiz skalometr orqali aniqlangan, ya'ni umurtqa pog'onasining qiyshayishi gradusda hisoblangan. Tajriba boshida o'rtacha 792 gradus bo'lgan bo'lsa, tajriba oxirida 752 ga tushgan, ya'ni ishonchlilik darajasi 0.05 hisoblanadi. Nazorat va tajriba guruhimizning qiyosiy statistik tahlil ko'rsatkichlari, ya'ni diagramma ko'rinishida berilgan. Pedagogik tadqiqot boshida tajriba guruhi tajriba nazorat guruhlari istiqomat bo'lgan bolalarning jismoniy holatini aniqlash test natijalarining statistik tahlili, ya'ni 50 nafar respondent olingan bu yerda o'quvchilar nazorat guruhida 25 ta, tajriba guruhida 25 ta. Nazorat testlarimiz 30 soniya davomida ot ustida qorin bilan yotgan holatda oyoqlarni ko'tarib tushirish. Bu birinchi testimiz, ya'ni o'rtacha 808 bajargan bo'lsa,
808 marta bajargan, tajriba guruhimizda esa 802 marta bajargan. 30 soniya davomida ot ustida o'tirgan holatda gimnastika tayog'i bilan o'ng va chapga egilish. Ya'ni nazorat guruhimizda 801 bo'lsa, tajriba guruhimizda 1704 bajargan. Tajriba guruhidagi skoliyoz bo'lgan bolalarning jismoniy holatini aniqlash uchun tajriba boshi va oxirida pedagogik nazorat test natijalarini qiyosiy statistik tahlili, ya'ni ot ustida 30 soniya davomida ot ustida qorin bilan yotgan holatda oyoqlarni ko'tarib tushirish. Tajriba boshida o'rtacha 802 marta bajargan bo'lsa, tajriba oxirida 905 marta bajargan. Ishonchlilik darajasi 0.05 hisob 0.05. Keyingi testimiz 30 soniya davomida ot ustida o'tirgan holatda gimnastika tayog'i bilan o'ng va chapga egilish. Martaga hisoblanadi. Yani tajriba boshida 17-4 marta bajargan bo'lsa, tajriba oxirida 19-6 bajargan. Ishonchlilik darajasi 0.05 hisoblanadi. Ishonchli hisoblanadi. Nazorat guruhidagi skoliyoz bo'lgan bolalarning jismoniy holatini aniqlash uchun tajriba boshi va oxirida pedagogik nazorat test natijalarining qiyosiy statistik tahlili. Ya'ni bu nazorat guruhimizda 25 ta o'quvchi ishtirok etgan. Bunda tajriba boshida 20 soniya davomida ot ustida o'tirgan holatda qo'llarni zanjir holatda bosh orqasida gavdani o'ng va chap tarafga egish. Tajriba boshida 12-3 marta bajargan bo'lsa, tajriba oxirida 13-9 marta bajargan, 0.05 hisoblanadi. Ya'ni bizning bu testlarimiz osondan murakkabga qarab qo'llanilgan. Tajriba nazorat guruhidagi skoliyoz bo'lgan bolalarning tajriba boshi va oxirida pedagogik nazorat test natijalarini qiyosiy statistik tahlili. Ya'ni tajriba guruhi va nazorat guruhi diagramma ko'rinishida, ya'ni 30 soniya davomida ot ustida qorin bilan yotgan holatda oyoqlarni ko'tarib tushirish. Tajriba guruhimizda 12-4 bo'lgan bo'lsa, nazorat guruhimizda 943 marta bajargan. 15 soniya davomida ot ustida qorin bilan yotgan holatda qo'llarni tirsakdan bukkan holda yuqoriga ko'tarib tushirish mashqimizda tajriba guruhimizda 11-78 bo'lgan bo'lsa, nazorat guruhimizda 11-43 marta 11-43 hisoblanadi. Xulosadan kelib chiqib shuni aytadigan bo'lsak, olib borilgan ilmiy tadqiqotimiz davomida ipoterapiya asosida sog'lomlashtirish mashg'ulotlari, ya'ni skoliyoz bolalarning jismoniy rivojlanishiga har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatishini hamda mashg'ulotlarning jarayonida umurtqa pog'onasining barqarorligini, mushaklar simmetriyasi va qaddi-qomat ko'rsatkichlarining yaxshilanishi statistik jihatdan ishonchli ekanligi aniqlandi. Ya'ni tadqiqotda ishlab chiqilgan innovatsion mashg'ulot dasturi skoliyoz bo'lgan birinchi darajali bolalarning yoshiga, anatomik fiziologik rivojlanish xususiyatlariga, umurtqa pog'onasining qiyshayish gradusiga mos tarzda individuallashtirilgan yondashuvni ta'minlash asosida bizlarda reabilitatsiya samaradorligini oshirish imkoniyatlari yaratildi. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan skoliyoz bo'lgan bolalarning qaddi-qomatini to'g'rilashga yo'naltirilgan ipoterapiya mashg'ulotlarini individual yondashuv asosida mashqlarni amaliy va nazariy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmua texnologiyasini o'z ichiga olgan innovatsion mobil ilova majmuasini o'z ichiga olgan innovatsion mobil ilova ishlab chiqish hisobiga bizlarda skoliyoz darajasi kamaytirish imkoniyatlari berdi. Vaqtimiz yana 2 kun bor. Bo'ldimi? Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya asosimiz bilan tanishdik. Kengash a'zolarida unda ishtirok etayotgan ilmiy kengash a'zolarida dissertatsiya savoli bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Marhamat. Так, пожалуйста, вопрос. Добрый день, если я говорю. Добрый день. Добрый день, приятно вас видеть. Здравия, как говорится, спасибо вам. У меня Ага. начинающий вопрос. Пожалуйста, какие вопросы по диссертации? Скажите, пожалуйста, уважаемый
Скажите, пожалуйста, у вас дети подобны? Загрело, что-то у нас немножко неполадки технические неполадки. Пожалуйста, повторите вопрос. Дети как возрастают? Какого? Necha yoshda bolalar qatnashgan eksperimentda? İlahi var mı üstüne gapirish kerak do'stlar? Savolingiz uchun Unday qarab, mayli. Savolingiz uchun katta rahmat, Reza Karimov Gulman. Biz tadqiqot jarayonimizda 8-9 yoshli boshlang'ich sinf o'quvchilarini olganmiz. Nimaga desa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida birinchi darajali umurtqa onasi qiyshayish, ya'ni skoliyoz darajasi ko'p uchraganligi uchun aynan 8-9 yoshlarni olganmiz tadqiqot jarayonimizga. Tajriba guruhimizda 25 ta, nazorat guruhimizda 25 ta o'quvchilar ishtirok etishgan. Yoshini so'rayapti. 8-9 yosh. 8-9 лет были участники эксперимента, две группы, и сколиоз первой степени был. Девочка или мальчик? Кызлаям bo'lganmi? Kızlayan? Yo'q, bo'ldi. Только мальчики. Девочек не трогали. Не поняла. Спасибо. 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 Так, marhamat. Yana kimda izlikaga a'zolardan savollar bo'lsa, marhamat. Zoomda ishtirok etayotgan izlikaga a'zolar marhamat berib savol berishinglar mumkin. Mana savol bor. Nima? Birinchi stepeni skolioz oldilar, to'g'rimi? Shuni Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi stepenilar nima deyapti? savolingiz uchun katta rahmat, Firdavsovich. Savolingizga javob beraman. Skoliyoz darajasining 4 ta darajasi bor. Biz aynan birinchi darajani olganmiz. Nima desa, boshlang'ich o'quvchilarida birinchi darajali skoliozning ipoterapiya mashg'ulotlari orqali ularning umurtqa pog'onasini to'g'irlash samarali hisoblanadi. 3-4 darajalarini oladigan bo'lsak, 3-4 darajalari skoliyoz umurtqa pog'onasini qiysharishni faqat jarrohlik yo'li bilan to'g'irlaydilar. Biz faqat birinchi darajasini olganmiz. Kifoz, lordoz, ular normalizlarmi? Yo'q, ular nomali faqat skoliozning bir tarafga qiyshagan bo'ladi. Tak, savolingiz qoladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Kengash a'zolari, teşekkürler. Birinchi o'rin tadqiqot ishini birinchisida ketyapti. Ipoterapiya mashg'ulotlari orqali funksiyon holatini korreksiyalashga qaratilgan innovatsion mashg'ulot dasturi. Mana shu dastur haqida ma'lumot bersangiz, ya'ni bu dastur sizgacha bo'lganmi yoki bularga o'zgartirish kiritganmi? Suratingizdan yangidan dastur ishlab chiqilgan. Savolingiz uchun katta rahmat, Abdulaziz Jonovich. Birinchi yangiligimizda keltirilgan innovatsion mashg'ulot dasturimizda biz ipoterapiya orqali, ya'ni ipoterapiya mashg'ulotlarida mana mashg'ulot vositalari, haftalar, uslubiy ko'rsatmalari hajmi keltirilgan. Ya'ni ipoterapiya mashg'ulotlari chet el olimlari foydalanilgan ipoterapiya mashg'ulot xorijiy olimlar, lekin ular tizimlashtirilmagan. Bizlar tizimlashtirib dastur asosida mashqlarni osondan murakkabga qarab tizimlashtirgan dasturimizda. İkinci savol. İkinci yangimizda deyapti. Otning harakatsiz va harakat vaqtida bajarilgan mashqlar. Mana shu 10 yoshli bolalarda otda harakat va harakatsiz vaqtida bajarayotgan mashqlarda bolalarning xavfsizligi uchun qanaqangi nimalar ishlab chiqasiz? Mashqlar yoki o'zini xavfsizligini ta'minlashda nimalarga e'tibor berasiz? Savolingiz uchun katta rahmat, Abdulaziz Jonovich. Otni ustida bajarilgan mashqlarda 8-9 yoshli bolalar uchun biz aynan ot harakatsiz vaqtda bajaradigan mashqlar va ot harakatida bajaradigan mashqlar. Oldin biz mashqlarni bajarishimizdan oldin turgan holatda, otga chiqmagan holatda mashqlarni takrorlab boramiz. Undan keyin otni ustiga chiqarib mutaxassis nazorati ostida mashqlarni berganmiz. Ya'ni ot turgan holatda otga oldiga egilish mashqlarini bajargan, keyin sekinlik bilan otni harakatlantirgandan keyin mashqlarni bajarganmiz. Undan oldin psixologik tayyorlab olganmiz bolalarimiz. Otga chiqarishdan. Marhamat. Abdulaziz Jonovich savollar bordi, marhamat. Mana siz mana amaliyot bilan bog'liq savolda umurtqa pog'onasi qiyshib, skoliyoz bo'lganligini aniqladingizda, buni
qancha muddatda yaxshilanishligi kuzatildi. Mana misol uchun mana kimnidir o'quvchilar umr davomida kechaysa, sizni ham metodikangizdan foydalansam, qancha muddatda shu egriligi to'g'rilasa bo'ladi, agar to'g'ri foydalansa mashg'ulot. Savolingiz uchun katta rahmat, Abdulaziz Husanovich. Biz tajriba boshimiz biz bergan mashg'ulotlarda, ya'ni bizning qo'llagan metodikамizda umurtqa pog'onasini skalametr orqali aniqlaganmiz. Umurtqa pog'onasini birinchi darajali skalametr aniqlaganimizdan keyin ularda aniqlagandan keyin biz ipoterapiya mashg'ulotlarini metodikamizni qo'llaganmiz. Bundan haftada 2 marotaba mashg'ulot jarayoni o'tkazilgan. Ya'ni biz bir oydan keyin skaleroz darajasini qaytadan yana o'lchaganimizda, skalerometr orqali o'sha skaleroz darajasini o'lchaganimizda pog'onasi to'g'rilanganligini 3 oy muntazam ravishda shu narsa to'g'rilasa bo'ladi. Abdulaziz Yusufov juda o'rinli savol qo'ydi. Rahmat. Mana qanday javoblar? Doston Rashidovich, bitta savol bor. Biz bilamizki, skaleroz kozlarni suzish sport turi bilan ham ya'ni yaxshilasak bo'ladi. Ya'ni suzish sport turidagi ya'ni sog'lomlashtirish mashg'ulot dasturi bilan sizni o'sha ipoterapiya mashg'ulotingizni o'rtasidagi farqni aytib bersangiz. Savolingiz uchun katta rahmat. Javobim shunday bo'ladiki, aynan skalerozni to'g'rilashda suzish mashqlaridan, gimnastika sog'lomlashtirish mashqlaridan foydalanib umurtqa pog'onasini to'g'rilashlar bo'ladi. Biz aynan ulardan farqli ipoterapiya sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlardan foydalanganmiz. Nimaga desa, ipoterapiya mashg'ulotlari otni ritmik tebranishi orqali ham psixologik tayyorlaydi, ham muvozanat qilishda, ham bizni qo'llayotgan metodikamiz, mashqlarimiz umurtqa pog'onasini to'g'rilashga ijobiy ta'sirini ko'proq sezdik bizlar. Ijobiyati ko'proq bo'ldi. Yaxshi yordamida foydalanganmiz. Savol. Javoblar qanday? Ham yana savol bo'lsa. Hozirgi hamkasbimni savolini davom ettirgan holatda otda bajariladigan mashqlar egada bajargani yaxshimi, egasiz bajargani yaxshimi? Savolingiz uchun katta rahmat, Jasur Yo'ldoshovich. Otda bajariladigan mashqlar egasiz bajarilgani yaxshi. Egasiz bajarilgan yaxshi bo'lsa, sabab qanchalik? Nima uchun? Sabab otni tebranishi, ritmik tebranishi ko'proq bolaga ta'sir qiladi. Umurtqa pog'onasi, ya'ni muvozanat ushlashga ham ijobiy ta'sir qiladi. Shuning uchun egasiz bajarilgan yaxshi. Yana savol bormi? Birinchi savol qoniqtirdimi javobni? Ha, qoniqtirdi. Ikkinchi savolingiz bering. Ikkinchi savol quyidagicha: otni razmeri ahamiyat kasb etadimi, yo'qmi? Balandligi yoki pastligi, uzunligi, turi yoki bo'lmasa. Savolingiz uchun katta rahmat, Jasur Yo'ldoshovich. Otni razmeri, turi ahamiyat kasb etmaydi, faqat biz aynan yosh ayri otlardan foydalanmaganmiz, qari yosh otlardan foydalanganmiz. Ular harakat qilmaydi, jo'g'dan ushlab yursa bo'ladi. U nima deydi? Maxsus tayyorlangan otda, nima uchun maxsus tayyorlangan otlar ular. Hozir rasmni ham ko'ryapmiz, bitta odam ot ushlab ketyapti, siz yonida ketyapsiz-da. Har xil holat bo'ladi, ot hurkishi bo'ladi, boshqa shunday jon zotda. Nari tomonda hech kim yo'q. Sizni har bitta bola bilan ishlayotgan paytingizda, ya'ni otga qaralgan mutaxassis, otning ish bo'yicha o'rgatadigan murabbiy va siz qatnashgansiz. Shunaqami yoki yana boshqa odamlar bo'lganmi? Yo'q, faqat o'zlarimiz bo'lgan ot ishlatmaydigan, mana o'zim ishtirok etganmiz. Ularning xavfsizligi uchun. Unda uni ustida bajariladigan harakatlar qattiq olmasin. Otning ustida bajariladigan harakatlar o'ylanadi. Harakatlar qattiq olmasin. Aynan mana shu harakatlarni ketma-ketin bajarilishi nimaga asoslanadi? O'shani so'ramoqchiman.
Bunday savol. Bajaradigan mashqlarimiz, ya'ni bu mashqlarni biz osondan murakkabga qarab oldin turgan holatda bajarganmiz, keyin osondan murakkabga qarab tanlab olganmiz. Oldin otda qolib turgan holatda bajartirganmiz mashqlarni, keyin otni yetaklaydigan holatda bajartirganmiz. Keyin otda o'tirgan holatda qo'llarni belga ushlab turib o'nggacha egilish mashqlari bor. Undan keyin qo'llarni yon tarafga cho'zgan holatda mashqlarni bajartirganmiz. Orqaga, oldiga egiltirib mashqlarni. Ya'ni osondan murakkabga qarab saralab olganmiz. Savolni javob berdi haqiqatdan. Ular bolalarning xavfsizligi to'g'risida savol beryapti. Haqiqatdan ham. O'zlari mashqlarga soat tutirgan. Psixologik holat har xil bolalar. Otda qo'rqishi mumkin, otlarga qo'rqishi mumkin. O'shalarga e'tibor beriladi degan savolda yakka keltiribsiz. Savolingiz uchun katta rahmat. Otga chiqarishdan oldin biz har bir o'quvchi bilan individualniy psixologik tayyorgarlik o'tkazganmiz. Nimaga desa, bu jonzot bo'lgani uchun unga yoniga borgan yosh bola o'quvchilar albatta birinchi ko'rganda hayajon bosadi, qo'rqadi. O'shandan oldin psixologik tayyorgarlik o'tkazib olganmiz. Yaxshi. Marhamat, kimga yana savol bor? Endi kelganlardan. Assalomu alaykum. Hurmatli raislar, hurmatli a'zolar. Doston Rashidovga savolim. Hop, birinchi yakkuningizda aytyapsiz. Ipoteka mashg'ulotlari orqali morfofunksional holatni korreksiyalashga qaratilgan. Morfofunksional holat qanaqa korreksiyaladingiz? Ya'ni morfofunksional holatini biz korreksiyalaganmiz. Korreksiyalash to'g'rilash degan ma'noni bildiradi, korreksiyalash. Ya'ni morfofunksional holatini ular ipoterapiya mashg'ulotlari orqali morfofunksional holat korreksiyalangan. Bizlarning bergan metodikamiz, masalan, ot ustida bajarilgan mashg'ulotlarimiz, har bir mashq ot ustida qoramayotgan holatda oyoqlarni ko'tarib tushirish, ot ustida qoramayotgan holatda tirsaklarni tutgan holatda qo'llarni yuqoriga pastga ko'tarib tushirish mashqlari orqali korreksiyalangan, to'g'rilaymiz. Birinchi savol xarakterda keyin savol. Tadqiqot natijalarini joriy qilinishda beryapsizda, shu skoliyoz bo'lgan bolalarning jismoniy faollik ko'rsatkichlari absolyut nisbiy shu darajalarga oshdi deb qanaqa qilib aniqladingiz, oshgan yoki kamaygan? Ya'ni biz savolingiz uchun katta rahmat, muzolimiz. Ya'ni biz qo'llagan ipoterapiya mashg'ulotlarimizda ularni asoy farqini matematik statistik ko'rsatkichlar orqali aniqlaymiz. Tadqiqot boshida oldin olganmiz, keyin tadqiqot oxirida. Oxirgi savol. Ipoterapiya mashg'ulotlari orqali sog'lomlashtirish deb nomlangan mobil ilova ishlab chiqqan ekansiz. Yaxshi, chunki bugungi kunda mobil ilova zamon talablariga to'g'ri javob beradigan mobil ilova bo'lgan ko'rinadi, lekin bitta savolim bo'ladi, ushbu mobil ilova kimlar uchun? Ushbu mobil ilova aynan skoliyoz bo'lgan bolalar uchun, reabilitologlar uchun, murabbiylar uchun ishlab chiqilgan. Skoliyoz bo'lgan bolalar uchun mobil ilova ishlab chiqqan bo'lsa, ular ot ustida qanaqa ham mobil ilovadan foydalanib, ham mashg'ulot qanaqa o'tadi? Mobil ilovamizda ham mashg'ulotlar ketma-ketligi ko'rsatilgan. Birinchi mashg'ulotda ot ustida o'tirgan holatda qo'llarni yonga yoyib, o'ng va chap tarafga egilish mashqimizda. Ya'ni amaliy va nazariy ko'nikmalarni shakllantirish uchun foydalanish mumkin. Savolingizga orqali javob oldim. Marhamat, kimga yana qo'shimcha savollar bo'lsa, sudda ishtirok etuvchilari marhamat savollari bo'lsa, e'tiborli talab berilgan savollar hammasi dissertatsiyani ishiga taalluqli bo'lgan savollar bo'lyapti. Juda o'rinli savollar. Marhamat, agar ruxsat bersanglar, savollarni soni 15 taga yaqin bo'lib qoldi. Shu bilan chegaralasakda
kimlarga qo'shimcha bo'lsa bildiringlar. Lekin hurmatli talablar, barqaror devorlarni o'tirib, hozircha keyingi muhokamalarga o'tamiz, keyin suhbatlarni davom etamiz. Demak, talablarga savollar bo'ladigan bo'lsa, keyingi muhokamaga o'tamiz. Dissertatsiyaning ilmiy rahbari pedagog fanlar doktor professor Mirjamol Mehriddin Xayriyevich ijobiy yozma xulosalari mavjud. Ruxsat bersanglar, shuni tasdiqlasanglar, yo'q, agar taklif qilsa o'qimaydi. Agar bo'lsa, nima deydi, xulosalarni cheklanamiz. Rahmat. Endi keyingi so'z navbati ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilot tahlizi, dissertatsiya va dissertatsiya haftaligi bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan tahlizlar bilan tanishtiruvchi ilmiy kengash kotibiga beramiz. Marhamat. Talabgor Ibodillayev Doston Rasidovich ilmiy kengash huzuridagi ilmiy seminardan o'tgan, ijobiy xulosa berilgan hamda talabgorning dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot etib Namangan davlat universiteti belgilangan. Namangan davlat universitetidan ijobiy xulosa hamda bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Holatda dissertatsiya ishini ijobiy baholab bir qancha taklif va tavsiyalarni o'tgan. Ulardan dissertatsiyada keltirilgan ayrim jadvallar va diagrammalarga batafsil izohlar berilsa, ishning ilmiy saviyasi yanada oshar edi. Ikkinchi, foydalangan adabiyotlar ro'yxati yanada kengaytirilsa, ilmiy ishning asoslanganligi kuchaygan bo'lar edi. Uchinchi, xorijiy va mahalliy tajribada qaddi-qomatni to'g'rilashda qo'llanilayotgan ipoterapiya mashg'ulotlarining yutuq va kamchiliklari qiyosiy tahlili asosida kengroq yoritilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchi, dissertatsiyaning ilova qismida ayrim muhim ma'lumotlarni asosiy bog'larga kiritish ishning ilmiy mazmunini yanada boyitgan bo'lar edi deb tahlilchilar tomonidan ijobiy takliflar berilgan. Hamda jami 5 ta dissertatsiya avtoreferatiga taqrizlar kelib tushgan. Taqrizlar ijobiy. Rahmat. Marhamat, so'z talablarni bo'ladilar Doktor Rashidovga taqrizini ko'rsatilgan taklif va tavsiyalarga javob bering. Namangan davlat universiteti sport turlari nazariyasi va metodikasi kafedrasi bergan fan doktori dotsent To'ychiyevga dissertatsiya ishimga bildirilgan ijobiy fikr va tavsiya mulohazalar uchun samimiy minnatdorchilik bildiraman. Xususan, dissertatsiyada berilgan ayrim jadval diagrammalarga yanada batafsil izohlar kiritish bo'yicha bildirilgan tavsiyalar to'liq qo'llab-quvvatlangan. Ishning keyingi ilmiy izlanishlarimizda e'tiborga olinadi. Foydalangan davlatlar sonini yanada kengaytirish ishning ilmiy asoslanganligini kuchaytirgan bo'ladi degan taklifida bildirilgan barcha fikr mulohazalar dissertatsiya ishini yanada mukammallashtirishga xizmat qiladi va kelgusida ularni inobatga olish rejalashtirilgan. Xususan, xorijiy va mahalliy tajribalarda qaddi-qomat to'g'rilashda qo'llanilayotgan ipoterapiya mashg'ulotlarining yutuq va kamchiliklarini qiyosiy tahlili kengroq yoritilish bo'yicha berilgan tavsiyalar to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Kelgusida ishning takomillashtirilgan varianti ushbu jihatga alohida e'tibor qaratilib, mavjud ilmiy manbalar asosida yanada chuqurroq tahlil beriladi. Shuningdek, dissertatsiya ilova qismida keltirilgan ayrim muhim ma'lumotlarni asosiy boblarga kiritish bo'yicha bildirilgan fikr ham o'rinli hisoblanadi. Bildirilgan barcha taklif va mulohazalar uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Hamda ularni dissertatsiya keyingi ish jarayonlarimda inobatga olaman. Inobatga olish rejalashtirilgan. Talablar bittasiga e'tiborli, kelgusi ishimizda bir necha marta qaytadi. Nimani nazarda tutyapsizlar? Kelgusi ilmiy ishlarimizda ustoz. Qaysi qanaqa ishlar? Kelgusida bo'lsa, nimaga maqsadda nazarda tutyapsizlar?
doktorskiy ishlarimizda, kelgusi doktorskiy ishlarimizda Xudo xolasa inobatga olinib qoladi. Yaxshi. Yana bunisi ikki marta har gapingizni har bergan taqizni ko'rsatilgan e'tirozlarga kelgusiligi man aniqlik kiritmoqchi edim. Rahmat. Muhokama davom etamiz. Milliy kengash a'zolari mustaqilla bilan birinchi opponent biologiya fanlari doktori professor Allomalar Shuhratli Layevskiga barqaror. Assalomu alaykum, hurmatli rais, milliy kengash ishtirokchilari. Talabgor Ustad Prezident Ibadulloyev Doston Rashidovich tomonidan boshlang'ich sinf o'quvchilarining qaddi-qomatini to'g'rilashda ipoterapiya sog'lomlatuvchi mahsulotlardan foydalanish usuliyati mavzusidagi dissertatsiya ishi skoliozi bo'lgan bolalarni umurtqa pog'onasi qiyshayishi gradusdan kelib chiqib, ipoterapiya mashg'ulotlari orqali mafluqatsavar holatini korreksiyalashga qaratilgan innovatsion mashg'ulot dasturini bunday bolalarning qaddi-qomatini to'g'rilashda umurtqa pog'onasi qiyshayish darajasidan kelib chiqqan holda otning harakatsiz va harakati vaqtida bajariladigan mashqlar hamda ot ustida bajariladigan harakatli o'yinlarni o'zida jamlagan reabilitatsion tizimli mutaxassis nazoratida amalga oshiriladigan ot ustida bajariladigan mashqlar texnologiyasini hamda ipoterapiya mashg'ulotlarini individual yondashuv asosida mashqlarni amaliy va nazariy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini o'z ichiga olgan innovatsion mobil ilova ishlab chiqishga bag'ishlangan. Bu tadqiqotlarda olingan natijalarni talabgor taqdimoti vaqtida juda chuqur tushuntirib berdi. O'shaning uchun bu olingan natijalarni men takrorlab o'tirmayman. Tadqiqotlarni amalga oshirish uchun qo'llanilgan usullar ishning maqsadi va vazifalarini ochib berish uchun maqbul hisoblanadi va olingan natijalar katta daliliy materiallarning yuqori darajadagi ishonchliligi bilan farqlanadi. Dissertatsiya ishini birinchi va ikkinchi boblari odatsiz komissiyasi talablari asosida shakllantirilgan. Endi asosiy o'tadigan bo'lsa, bu ipoterapiya ot ustida yurish va ot bilan kontaktda bo'lish yordamida davolash hisoblanadi o'zi. Shu bilan bu usul reabilitatsiya qilishning samarali usuli hisoblanadi. Bu amaliyotda bor usul va samarali foydali usul. Faqat hozir ipoterapiya ustida gap ketadi, tadqiqotlar borilgan. Hozirgi kunda jahonda turli hayvonlar bilan muloqotda bo'lib, mana kasalliklarni mana bu ipoterapiya ham cerebral paralichi bor bolalarni, autizm bo'lgan bolalarni yoki jarohatlar olgandan keyingi reabilitatsiya masalalarida juda foydali va samarali hisoblanadi. Shuning uchun bu mavzu juda to'g'ri tanlangan deb hisoblayman. Endi qanaqa muammolar mavjud? Ben ishdan kelib chiqib turib aytaman. Malakali mutaxassislarning yetishmasligi birinchi navbatda. Mana shuning uchun ham mana bu olingan mavzu mana shunday sohada mana shunday mutaxassislar tayyorlash uchun juda foydali. Chunki birinchidan talabgorning o'zi ham shu mavzuni ichiga kirib turib, o'zini demak malakasini oshirib, mana ilmiy xulosalarni beryapti. Demak, kelgusida malakali mutaxassislarni tayyorlashda mana shu ham o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Chunki birinchi navbatda yagona standartlarning yo'qligi bu sohada. Hamma ish qilib, mana kim hozir savollar ham berildi, ot qaysi tomondan yurdi, u tomonda yo'qmi deyishga urinib turib, bu sohada yagona standart yo'q haligacha. Demak, mana shu olib borilgan ilmiy tadqiqot talablar tomonidan ham bitta yangilikki, agar mana shu usulda shu samara bergan bo'lsa, buni faqat qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qanaqa hal qilish kerak? Demak, sertifikatlashgan dasturlarni ishlab chiqishimiz kerak. Mana
taraflar o'zini dasturini ishlab chiqibdi. Buni albatta qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Endi ipoterapiya usuli o'zi juda katta mablag' talab qiladi, chunki otni saqlash, uni parvarish qilish, otni o'rgatishni o'zi juda katta mablag' talab qiladi. Undan tashqari, gapni ochig'i daromadi past bo'lgan oilalar uchun bu juda qimmat. Demak, bu yerda nima qilishimiz kerak? Davlat subsidiya berish kerak, grant berish kerak, homiylarni jalb qilishimiz kerak. Buning uchun mana shu bugungi ilmiy ishni agar keng targ'ibot qiladigan bo'lsak, homiylar topiladi. Chunki xalqimiz o'zi mehribon xalq. Bu masalalarda, bu kasalliklarni oldini olish, bu kasalliklarni davolash masalalarida mana agar e'tibor beradigan bo'lsak, pul yig'iladi, mablag'larni hisob raqamlar boshqariladigan bu usulda agar keng ommaga tushuntiradigan bo'lsak, demak buni talabgor agar o'zini ishini shunday keng yoyadigan bo'lsa, foydasi juda katta bo'ladi. Endi imkoniyat masalasini ko'radigan bo'lsak, ipoterapiya o'tkazish bu juda chegaralangan, chunki markazlar faqat katta shaharlarda bor. Uni joylarda amalga oshirish juda qiyin. Uning ustiga patsientlarni mayli bu skoliozda ishlagan, skoliozda olib berish oson, lekin cerebral paralizi bor, autizmi bor, jarohatlangandan keyin transportirovka qilish masalalari ham juda murakkab. Bu yerda hali olib borib uni davolash emas, buni olib borish o'zidagi ehtiyotkorlik choralari qimmatga tushadi va ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, nima qilishimiz kerak? Mobil ilova ishlab chiqishimiz kerak. Talablar nima qildi? Ana shu qilgan ilmiy natijalar asosida mobil ilova ishlab chiqdi. Bu mobil ilovani endi agar foydalanuvchi ham bunga tayyor bo'lish kerak, mutaxassislar bo'lish kerak. Chunki mobil ilovani tushunib, buni ustiga demak hayvon bilan muloqotda, kontaktda bo'ladigan davolash usuli bo'lgandan keyin o'sha mobil ilovadan foydalanadigan instruktor, yo'lovchi, boshqami demak bu yerda o'shandan foydalanishga bilimi, malakasi yetarli bo'lsa, uni ham biz tarbiya qilishimiz kerak. Xavfsizlik masalasi deydi, xavfsizlik to'g'risida savol ham ko'p bo'ldi. Nima bo'lishi kerak? Bu yerda instruktor juda tajribali bo'lishi kerak. Bu bolalarni bu yo'nalishda demak bu usulda davolayotganimizda ularga maxsus kiyimlarni kiydirishimiz kerak, chunki yiqilib tushish juda xavfi katta. Buni butun qaraganingiz bilan bolani o'zini emotsional holatdan kelib chiqargan, siz aytganingizni qilmasdan yiqilib tushishi mumkin yoki boshqa yoki ot, bu hayvon baribir. Demak, bu yerda maxsus kiyimlar bo'lishi kerak. Instruktorlarimiz, shunga mutaxassislarimiz tayyor bo'lishi kerak. Ilmiy bazani chegaralanganligi yerda bir muammo ham bor. Nima qilishimiz kerak? Bu yerda innovatsion texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Bunun ustida talabgor mana o'zining dissertatsiya ishida bu masalalarni ko'targan. Endi hozirgi kunda agar jahonda olib borilayotgan bu usulni ishlatishni nazoratga kuzatadigan bo'lsak, stimulyatorlar, ot ustida yurish stimulyatorlaridan foydalanilyapti. Endi bilmadim, men endi shaxsan o'zimning fikrim, stimulyatordan foydalanayotganda bu yerda asosiy maqsad nima ipoterapiya? Ana shu jonzotni his qilish. Mana savol bo'ldi, egali bormi, yo'qmi, qanaqa bo'ladi? Bola o'tirganda otning mutlaqo onasini ham his qilish kerak. Ayniqsa cerebral paralizi bor, skoliozda ham, boshqada ham. Demak, bu bolaga o'sha otni o'zi ham har xil bo'lishi kerak. Yoshiga qarab turib, bolani boshqasiga qarab turib, kasallikdan kelib chiqqan holda ana shu ot ham tanlanishi kerak. Endi stimulyatorda bu endi ana bu his qilish bo'lmaydi. Bulardagi iloji bo'lsa temamiz bo'yicha taqiz bo'yicha. Men taraqqiyot qilayotgan ishiga gapiryapman, shu muammolarga e'tibor bermaganini aytmoqchiman xolos. O'qib bersanglar, o'qib beraman. Juda dolzarb muammo ko'tarilganligi uchun mayli men ham chekkaga chiqqan bo'lsam uzr. Demak, keltirilgan xulosalar ishonchliligi asoslangan ishning mazmunidan kelib chiqqan materiallar mantiqan izchil tarzda bayon etilgan.
xulosalar va amaliy tavsiyalar tadqiqot natijalari asosida shakllantirilgan. Endi mulohaza va fikrlar ham bor. Dissertatsiya ishining birinchi bobida keltirilgan ipoterapiya mashg'ulotlarini xorijiy tajribadagi qo'llanilish natijalarini mamlakatimiz olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarning natijalari bilan qiyosiy tahlili keng yoritilganda ishning ilmiy salmog'i oshgan bo'lar edi. Ikkinchisi, dissertatsiya ishining 4-bobidagi 4-1-2 rasm nazorat guruhining tajriba boshi ko'rsatkichlar deb nomlangan, lekin ko'rsatkichlarning nomi keltirilmagan. Xuddi shunday 4-1 rasm ham. Uchinchisi, dissertatsiya ishida skolioz bolalarni skolioz darajasi degan tushuncha ishlatilgan bo'lib, uning o'rniga umurtqa pog'onasida egriligi, ya'ni skolioz bo'lgan bolalar degan tushunchadan foydalanganida maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu kamchiliklar ishning mazmuniga ta'sir qilmaydi. Talabgor Ibodullayev Doston Rashidovichning boshlang'ich sinf o'quvchilarini qaddi-qomatini to'g'rilashda ipoterapiya sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlardan foydalanish uslubiyati mavzusidagi dissertatsiya ishi 13.00.04 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi OAK talablariga javob beradi va yakunlangan ish hisoblanadi. Tadqiqotchi esa ushbu ixtisosligi bo'yicha mazkur ilmiy darajaga munosibdir. E'tiboringizni sunaman. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, rahmat so'z ikkinchi rasmiy amaliy pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktor professor Yusuf Javob berishdan keyin. Talabgor Ibodullayev Doston Rashidov panelda ko'rsatilgan takliflar tavsiyalar javobini bersangiz. Hurmatli Shuhrat Inoyatovich, bildirilgan tavsiya harakatidagi mulohazalaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Xususan, birinchi bobda xorijiy tajribada qo'llanilgan ipoterapiya mashg'ulotlari natijalarining mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni qiyosiy tahlil qilish zarurligi haqidagi fikrlaringiz to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Ikkinchi bobdagi ikkinchi mulohazalar yuzasidan dissertatsiyaning 4-bobida keltirilgan va ularga berilgan izohlar ayrim kamchiliklar mavjudligi inobatga olinadi. Ya'ni xususan 4.2 rasmda ko'rsatkichlar nomining to'liq ifodalanmaganligi ularni tushunishini qiyinlashtirgan. Ushbu ayrim jihatlar kelgusi ilmiy ishlarimizda inobatga olinadi. Uchinchi mulohaza bo'yicha dissertatsiya maktab qo'llanilgan terminologiya, ya'ni ilmiy jihatda yana aniqlashtirish zarurligi e'tirofga olinadi. Xususan, bolalarning skolioz darajasini iborasining o'rniga umurtqa pog'onasi egriligi, skolioz bo'lgan bolalar kabi aniqroq va ilmiy jihat to'g'ri ifodalarni qo'llash kelgusidagi ilmiy ishlarimizda inobatga olinadi. Bildirgan taklif mulohazalaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli Shuhrat Inoyatovich. So'z ikkinchi rasmiy panel pedagogik fanlar bo'yicha doktor professor Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi hamda ilmiy kengash ishtirokchilari. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi Ibodullayev Doston Rashidovich tomonidan boshlang'ich o'quvchilarning qaddi-qomatini to'g'irlashda ipoterapiya sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlardan foydalanish uslubiyati mavzusidagi dissertatsiyaga taqdimni eshittirishga ruxsat bersangiz. Jahoniy yetakchi ilmiy markazlarida bolalar organizmini har tomonlama sog'lom rivojlantirish, qaddi-qomat buzilishlarini erta diagnostika qilish va ularni samarali korreksiya etishga qaratilgan innovatsiya sog'lomlashtirish texnologiyalarini ishlab chiqish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaranmoqda. Ayniqsa umurtqa pog'onasini deformatsiyalash
oldini olish, mushaklarni disbalansini bartaraf etish hamda harakat faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan kompleks reabilitatsion dasturlarini ilmiy asosda yaratish va amaliyotga joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda ipoterapiya vositalarini biomexanik va neyrofiziologik ta'sir mexanizmlarini chuqur o'rganish, ular asosida bolalarning koordinatsion qobiliyatlarini va tana holatini me'yorlashga xizmat qiluvchi metodikalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga ipoterapiya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishga doir ilmiy metodik tadqiqotlar hali to'liq tizimlashtirilmagan. Xususan, skolioz tashxisi qo'yilgan bolalarning individual jismoniy va makrofunksional xususiyatlarini inobatga olgan holda mashg'ulot jarayonlarini differensial rejalashtirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan uyg'unlashtirish hamda zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida ularning jismoniy holatini bosqichma-bosqich yaxshilash mexanizmlari yetarli darajada asoslangan. Mazkur holat skolioz bo'lgan bolalar salomatligini mustahkamlash, ularning mushak, skelet tizimi funksional imkoniyatlarini kengaytirish va umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan hamda tizimli ipoterapiya mashg'ulotlari metodikasini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa bolalarning individual imkoniyatlariga moslashtirilgan innovatsion texnologiyalar bilan integratsiyalash, o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil etish bugungi kunda ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan tadqiqot amalga oshirilishini taqozo etmoqda. Ruxsat bersangiz, tadqiqotchi tomonidan barcha kengroq dissertatsiya ichki qismini tanishtirib o'tildi va asosiy qismini tanishtirib o'tsam. Tadqiqot jarayonida belgilangan vazifalarni hal etish uchun o'zaro bir-birini to'ldiruvchi ilmiy usullar majmuasi foydalanilgan bo'lib, bu olingan natijalarning aniqligi va ilmiy asoslashga ta'minlaydi. Dissertatsiya ishining ilmiy saviyasi yuqori ekanligi e'tirof etilgan holda, uning amaliy ahamiyatini yanada kengaytirish maqsadida quyidagi tavsif xarakterga ega mulohazalar bilan bildirish maqsadga muvofiq bo'ldik. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan ipoterapiya mashg'ulotlari metodikasini keng ommalashtirish maqsadida ilmiy uslubiy qo'llanmalar, darsliklar hamda metodik tavsiyalar to'plami chop etish maqsadga muvofiq. Bu o'z navbatida umumta'lim maktablari, sport va reabilitatsiya markazlari mutaxassislari uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Dissertatsiyada ishlab chiqilgan mashqlar texnologiyasi va reabilitatsion dasturlar amaliyotga keng joriy etish bilan bir qatorda ularni vizual materiallar, rasm, grafik, diagramma va video qo'llanmalar bilan boyitilgan holda nashr etish ipoterapiya mashg'ulotlarining samaradorligini yanada oshirgan bo'ladi. Ipoterapiya sohasini yanada rivojlantirish maqsadida tadqiqot natijalarining asosida maxsus o'quv dasturlari, malaka oshirish kurslari hamda trener va mutaxassislar uchun uslubiy qo'llanmalar yaratish, shuningdek ularni keng jamoatchilikka yetkazish orqali mazkur yo'nalishning ilmiy amaliy asoslarini mustahkamlash mumkin. Biroq ko'rsatilgan kamchiliklar yangiliklar natijalarini ilmiy va amaliy ahamiyatga ta'sir qilmaydi va bu o'rinda o'zim amaliyotchi sifatida hozirgi kunda nafaqat skolioz bo'lgan sportchilar bolalarni, balki imkoniyati cheklangan DTSP kasalligi va markaziy nerv sistemasida shikastlangan bolalarni ham ushbu ipoterapiya orqali davolashni tadqiqotchimiz bilan o'zimiz hamkorlikda ish olib borishni o'zim taklif qilgan bo'lardim. Bizga juda bir manfaatli bo'lgan bo'lardi. Jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlarini sog'lomlashtirish va adabli jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha Respublika Oliy Attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi va yakunlangan ilmiy ish hisoblanadi. Tadqiqotchi esa ushbu ixtisoslik bo'yicha mazkur ilmiy darajaga munosib bo'lgan xulosani berib talabgor politsiya taqdimda ko'rsatilgan taklif va tavsiyalar bo'yicha javob berasiz. Hurmatli Ibrohim Abdulloh o'g'li, dissertatsiya ishini ilmiy saviyada yuqori baholaganligingiz hamda
uning amaliy ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan mazkur tavsiyalar uchun samimiy minnatdorchilik bildiraman. Xususan, tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan ipoterapiya mashg'ulotlari metodikasini keng ommalashtirish maqsadida uslubli qo'llanmalar, darsliklar hamda metodik tavsiyalar to'plamini chop etish bo'yicha berilgan taklif qo'llab-quvvatlanadi. Kelgusi ushbu yo'nalishda amaliy qo'llanmalar tayyorlash orqali umumta'lim maktablari, sport va reabilitatsiya markazlari mutaxassislari uchun samarali metodik asos yaratish rejalashtirilgan. Shuningdek, dissertatsiya ishida ishlab chiqilgan mashg'ulot texnologiyasi va reabilitatsion dasturlarni vizual materiallar bilan boyitilgan holda nashr etish bo'yicha bildirilgan tavsiya ham dolzarb hisoblanadi. Ushbu taklif asosida mashg'ulotlar jarayonini yanada tushunarli va qulay qilish maqsadida rasm, diagramma hamda video qo'llanmalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ipoterapiya sohasini rivojlantirish maqsadida maxsus o'quv dasturlari, malaka oshirish kurslari hamda trener va mutaxassislar uchun uslubiy qo'llanmalar yaratish bo'yicha bildirilgan fikr ham qo'llangan holda kelgusida ushbu yo'nalish bo'yicha tizimli ishlar olib borish, ilmiy-amaliy natijalarni keng jamoatchilikka yetkazish hamda sohaning metodik bazasini mustahkamlashtirish rejalashtirilgan. Hurmatli Yusupov Abdumtalo'g'li, dissertatsiya ishimga qo'shilganingiz uchun o'zimga minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli kengash a'zolari, rusachchalar bilan bugungi muhokama qilinayotgan dissertatsiya ishi bo'yicha ilmiy kengash a'zolari so'zga chiquvchilar uchun reglamentni belgilab olsak. Demak, so'zga chiquvchilarni eng ko'pi bilan 5 daqiqagacha o'z mulohazalarini bildirsalar, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deyman. Kengash a'zolari qarab taklif qilaman. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum. Milliy kengash a'zo do'stlar. Ibodatlar Doston Rashidovich tomonidan tayyorlangan boshlang'ich sinf o'quvchilarining qadr-qomatini to'g'rilashda ipoterapiya sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlardan foydalanish uslubiyati mavzusidagi professor Mehriddin Haydinch rahbarligida olib borgan ish bugungi kunda mamlakatimiz tomonidan ilgari surilgan qonun va qonun hujjatlariga to'liq mos keladi. Davlatimiz siyosatiga to'liq mos keladi va bundan tashqari mana shu mavzuda qilingan shu qanchalik dolzarb bo'lsa, birinchi dastlabki ishlardan hisoblanadi. Bundan tashqari Doston Rashidovich mana shu ilmiy tadqiqotlar institutidagi faoliyati bo'yicha yozilgan ma'lumotga o'tib ketaman. Bu Doston Rashidovich mana shu bizda 252 ta mustaqil izlanuvchi, 25 ta doktorant bo'lsa, mana shu doktorantlarni mustaqil izlanuvchilarni monitoringi va boshqa hujjatlarda qolaversa, mana 3 yildan boshlab biz markazlarni o'rganib kelamiz. Mana shu markazlarni o'rganishda bevosita mana shu ilmiy tadqiqot jarayonida ishtirok etib keladi. Yuqoridagi mehnatlardan qolaversa, mana bu ilmiy ishchi dolzarbligidan inobatga olib, kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlashini so'rab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Ilmiy a'zolar. Doston Rashidovich haqida ishtirok etib o'tishdi. Tadqiqot institutlari bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar. Ayniqsa hozirgi kunda bu ushbu mavzu ham bugungi talabiga to'g'ri javob beradi. Aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarida qadr-qomat buzilishini oldini olish bu juda yuqori natija beradi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari hali suyaklar qattiq qotgan holati bo'lmaydi. Ayniqsa ipoterapiya mashg'ulotlari va qotdan foydalangan holatda olib borilganligi ham yanada ushbu qadr-qomat buzilgan tadqiqotchilar uchun ham yaxshi natija beradi. Bundan tashqari ayniqsa dissertatsiya ishida raqamli texnologiyalardan foydalanilganligi, mobil ilovalar ishlab chiqilganligi ham ushbu mashg'ulotlarga bolalarning qiziqishini oshiradi, ham tezroq reabilitatsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Bu ham o'sha ilmiy ishga juda chuqur qaralganligidan dalolat beradi. Aytib o'tilgandek, Doston Rashidovich ilmiy tadqiqot institutida doimiy ravishda faol laboratoriya mashg'ulotlarida ilmiy tadqiqot faoliyatida ham laboratoriyada ham doimiy ravishda faol ishtirok etadi. Ishni qo'llab-quvvatlaymiz, qolganlarni ham qo'llab-quvvatlashamiz. Rahmat. Rahmat. Приготовьтесь. Уважаемые члены Совета, вот проблема осанки, она сейчас имеет большое значение. Почему? Потому что сейчас, вот если наблюдать за детьми, которые вышли в школе, это они целыми днями сидят за своим мобильным приложением, телефоном. И здесь что происходит? Здесь происходит искривление позвоночника.
искривление позвоночника, и самое главное, они никакие упражнения не делают. А вот здесь вот первая попытка, используя, значит, эти упражнения для сколиоза первой степени. Но теперь стоит задача, а как сделать упражнения для второй степени, для третьей и четвертой степени. Понимаете? Вот здесь вот можно ли сегодня с помощью средств физической культуры и спорта исправить четвертую, третью, вторую степень? А сейчас у нас большой процент дети, которые имеют сколиоз, особенно кифоз, а у девочек лордоз. То есть вот эта проблема, я считаю, очень актуальна сегодня. Ее надо в дальнейшем решать. Вот то, что вы сделали первую попытку использовать вот эти животных, я думаю, надо продолжать. И здесь самое главное, нужно посмотреть вот сегодняшнее состояние детей. Вот сейчас вот, кстати, обследование проходит, вот надо посмотреть, а как позвоночник? Даже у спортсменов. Потому что у многих искривления есть. И вот я думаю, что это направление очень перспективное, и надо его продолжать. А соискатель более-менее справился. Самое главное, мне понравилось то, что есть мобильное приложение. Это первый шаг в искусственном интеллекте. В дальнейшем мы можем уже делать платформу для искусственного интеллекта. Спасибо. Пожалуйста, у кого? Так, через Zoom, пожалуйста, связь. Если Григорий, пожалуйста, вам слово. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Отлично. Да. Слушаю. Когда я немножко о своем. Я согласна с коллегами с вами по времени. Но не менее хватит что нового в нашей по сравнению с тем, что сделано в мире. То есть работы с другими, безусловно, научной сфере. И они очень интересны. Но, как я понимаю, диссертантом было вот это инновационное мобильное приложение. И поэтому, вот как говорится, это такой вклад этой работы. Мне кажется, что это происходит только потому, что не стоит задача в отношении анализа коммуникации. Вот ни в одной задаче диссертационных исследований не стоит задача анализа интерактивности. Безусловно, этот раздел есть. Но вот видите выводы в отношении того, что сделано уже, и что сделал наши команды, вот как раз это не актуально. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот эти моменты в наших структурных все-таки были получены. А то такое ощущение, что мы забываем о себе. То есть, что сделано, и что сделано нашими командами, оно как бы не. И еще один момент. Вот смотри, я уже в прошлый раз говорила, что у нас абсолютно
должны быть как разрешены в работе. Вот сегодняшний атакент, на них ни одной ссылки. Как такое? Я думаю, что это недоразумение, и в дальнейшем все-таки понимать, что это оппонент, и ссылаться на их. Благодарю за внимание. Я буду поддерживать эту работу и думаю, что мои коллеги будут поступать так. Спасибо. Spasibo za so'zlaydi, rahmat. Zoomda ishtirok etuvchilar yana bormi? Muhokamaga chiquvchilar. Marhamat. Yeni kengash a'zolari kimlarni so'zga chiqishi? Yetarlimi? Rahmat. Spasibo. Hurmatli kengash a'zolari, demak, muhokama davom etamiz. Ishni baholash uchun biza yaxshi ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Yaxshi ovoz berish jarayoni tashkil qilish o'rtasida hisob komissiyasini tashkil zarur. Takliflar bo'lsa, hisob komissiyasi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Takliflarni kelib tushdi. Agar o'sha belgilab bersam, demak hisob komissiyasiga Toshkent Jasur Yo'ldoshev, Aziz Mirzohid Mirzoaliyev, Hamidjon Abdulaziz Subjonov bo'yicha takliflar bor. Marhamat. Taklif tushdi. E'tirozlar bormi? Yo'q. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, matbuot ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, tarafdor taraflar yo'q, qabul qilindi. Masalan, hisob komissiyasi o'z ishini faoliyatini boshlashi mumkin. Bizga 5 yil tanaffus qilamiz. Tanaffus etish
Demak, kengash majlisi faoliyatimizda hisob komissiyasini yashin ovoz berish natijalar e'lon qilish uchun so'z saylangan hisob komissiyasi raisiga marhamat. Komissiyada tarkibdan yasirlar tanlandi, rais qilib, hisob komissiyasini raisini tasdiqlab berish bo'yicha takliflar bor. Tasdiqlab berishini so'rayman. Qarshilar, e'tirozlar yo'q. Maqsadlar bilan himoyada Doston Rashidovich tomonidan taqdim etilgan ilmiy shifasi va doktor tezlik darajasini olish uchun himoya qilingan dissertatsiya ishiga rozilar 12 nafar, qarshi 1 nafar, betaraf yo'q, byulleten yo'q. Shu holatda Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasi mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishini so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Biroz qabul qilindi. Ibodatlar Doston Rashidovich, sizni pedagogika bo'yicha falsafa doktori bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ishlaringizni muvaffaqiyat tilaymiz. Marhamat, sizga so'z. O'z mulohazangiz bo'lsa marhamat berishingiz mumkin. Avvalo men shu bosqichga shu kungacha yetib kelgan qo'llab-quvvatlab turgan otamga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Keyin hurmatli mehnat xayriyatsiyaning rahbari menga qimmatli tavsiyalarini berib turgani uchun, yo'l ko'rsatib turganlari uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari bergan ishonchlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli opponentlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ijtimoiy tarbiya sport imtihonlari instituti ustozlari hamda hamkasblarimga minnatdorchilik bildiraman. Barchangizga katta rahmat yo'qlayman. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, Ijtimoiy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlari instituti huzuridagi ilmiy kengash bugungi rasmiy himoya va ovoz berish natijasiga ko'ra Bandulay Doston Rashidovichga ijtimoiy tarbiya sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv ijtimoiy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini berish uchun qaror qabul qiladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishini so'raydi. Hurmatli Ibodatlar Doston Rashidovich, sizni bugungi muvaffaqiyat bilan tabriklaymiz. Oliy attestatsiya komissiyada tez kunli diplom tahsil olishingizni tilab qolamiz. Tilab qolamiz. Rahmat.